Levik 52 ta odam, 12 ta jamoa. Har bir burchakda 12 ta jamoa yashaydi. Har bir teshikda 52 ta odam. Ulardan faqat 4 ta jamoa g'alabaga loyiq. Harakat qilsang yashaysan, harakatdan to'xtasang o'lasan. Boya aytganimdek, har bir burchakda 13 jamoa. Har bitta raqib jamoada bir o'zing qolib ketishi mumkin. Har bitta vaziyatga tayyor turgin. To'satdan kelgan odamga har doim tayyor turgan aqlli har bitta burchakda odam yashaydi. Aytgancha hech qanaqa mehnat qilmasdan, montaj qilmasdan, gapirmasdan Instagram qo'yasiz. Videoga like, hammalaringizni yaxshi ko'raman. Qani videoni ko'ramiz. Bo'lsa ham, sheriklaring o'lgan bo'lsa ham, o'zingga bo'lgan ishonch bo'lishi kerak. Hech qachon ishonchsizlarni kechirma. Mana bu bolam bitta gapini eshitdilar, bu vaziyatda kim haq? Mani hurmat qilganda